بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العالمين دان barchamiz bizni bugun o'zining baytlaridan bir baytga, ya'ni masjidga jamlagan edik. Jumlamizni o'zi rizo bo'lgan maskanlarda yana jannatlarda yana jamlashini Robbul alamin o'zi nasib qilsin. Biz bilan birga namoz o'qib yurgan, to'ylarga, oshlarga birga borib yurgan do'stlar, mahalladosh, jamoadosh, o'tib ketgan barcha mu'min, mu'mina, muslimalarni Robbul alamin rahmat qilsin. Bo'lib ham bu vabo chiqib mana o'tgan yildan narisidan beri qancha aziz kishilarimiz o'tib ketdi. Soppa sog'lom, tuppa tuzuk yurgan yosh yigitlar hatto bu kasaldan vafot qilib ketishyapti. Har kuni bu ko'rsatkich yuragimizni g'ash qiladi, bizni mahzun qiladi. Hayit namozini o'qimaganiga hayitda ham bo'lmadi. Sizlarda ham shunday bo'ldimi? Hayit ham namoz bilan ekanda. Ammo bu ishlarga nima sabab bo'lyapti? Kechagi chiqarilgan fatvoning sababi va uning mohiyati nima? Musulmon kishi bunga qanday munosabat ko'rsatish kerak aslida? Tarixda qanday bo'lgan? Bular haqida albatta hammamizda savollar mavjud. Keling shu savollarga umumiy bir javob bergan holda bir oz, ko'p emas albatta, suhbat qilsak. Issiq havoda ko'p gap yoqmaydi zero. Ibn Atoulloh Sakandariy degan zot o'tganlar. Biz ko'p gapiramiz bu kishida haqlarida. Bu odamning hikamlari mashhur. Hikamul Atoiyya deydi, hikmatlari ya'ni. 300 ta jivorindagi hikmatlardan iborat asarlari islom olamida o'ta mashhur. Mashhurligi shundayki, bir ta'rifni aytaman. Ulamolar aytadi, agar farazan Qur'oni Karimdan boshqa kitobni namozda o'qish joiz bo'lganda edi, albatta mana shu Ibn Atoullohning hikami o'qilgan bo'lar deganlar. Farazan albatta. Chunki bu hikmatlar Qur'on va sunnatning ma'nolarini, qaymog'ini jamlab bu ulug' zotlar bayon qilib berganlar. Ibn Atoullohdan keyin o'tgan juda ko'plab mashhur allomalar bu asarni sharh qilishlikni o'zlariga sharaf deb bilganlar. Rahmatli Hazratimiz ham sharh qilganlar, Shayx Ramazon Muti ham sharh qilganlar va mashhur sharhlari ko'p. Ibn Atoulloh o'zlari avval boshda tasavvufdan emas ekanlar. Ammo yaxshigina olim bo'lib, shariat ilmlariga, tasavvuf vakillarini tanqid qilib yurar ekanlar. Zamonasining shayxi, Shozuliyya tariqatining piri murshidlari Abul Abbos Mursiy Quddisa sirruhuning shogirdlari bilan talashib, u kishi haqida ham qattiq gaplar gapirib qo'yar ekanlar. O'zlari yozadilar buni esdaliklarda. Kitoblarning muqaddimalarida keltirilgan bu gaplar. Ittifoqa boshimga ish tushib qoldi. Musibatim ortib ketdi. Ishlarim yurishmay qoldi. Qarzga botdim, do'stlar qochdi. Odatda qarzga botib qolsangiz hamma qochadi sizdan. Hamma qochmasa ham sizga qochganday tuyulaveradi. Hammasidan yuz o'girganday o'zi shunaqa tuyulaveradi insonga. Shu kunlar ittifoqa Abul Abbos Mursiy Hazrat bilan umrimda birinchi marta bir davrada o'tirib qoldim. O'sha vaqtgacha u kishi haqida nima desam deb yurganman. Hazratni ko'rishim bilan meni sust bosdi. Salovat bosdi. Sust bosish nimaligini bilasizlarmi? Sust bosganda odam nafas olmay qoladi. Entikib qoladi. Oyog'i yerdan uzilib, bosh aylanib yiqiladigandek bo'laveradi. Shunaqa bo'lib qoldim dedilar. Qandaysan dedilar Hazrat menga. Zo'rg'a men sizni yaxshi ko'raman deya oldim. Holbuki yomonlab yurardim. Ahvoling qanday dedilar. Men ahvolimdan shikoyat qildim.
Shundan keyin u zot menga ko'p nasihat qildilar. Oxirida jumlada shunday dedilar: ey bolam dedilar, i'lam bilginki ahvalul abdi arba'a la khamisah laha. Bandaning ahvoli 4 ta bo'ladi. 4 xil bo'ladi, 5-inchisi yo'q dedilar. Jamiki hammamiz bormiz, hammamiz mana shu 4 ta ahvoldan birida bo'lamiz, birodarlar. 5-inchisi yo'q yani. Birinchisi dedilar ne'matlar. Kimdir oramizdan, balkim hammamiz ham bilir, ne'matlanganmiz. Namoz o'qiyapmiz, Allohni taniymiz, bundan ortiq ne'mat yo'q. Farzandimiz qobil, ayolimiz soliha, ishimiz yaxshi, kunimiz o'tib turibdi, nonimizni vatanda yeyapmiz. Nonni o'z vatanida topib yeya bilish katta buyuk ne'mat, birodarlar. Musofir joyda non topaman deb ishlab yurganlarga duo qilaylikki, bu o'ta og'ir narsa. Alloh shularni ham boshini omon qilib, o'z oilasiga salomat qaytarsin. Demak, o'z uyimizda non topa olishimiz bizga Alloh ne'mati bo'ladi. Kimdir uy qurgan, kimdir mashina olgan, kimdir mansabi ko'tarilgan, masalan, kimdir to'y qilyapti va hokazo, ne'matlangan. Kimdir kasaldan sog' bo'ldi, bo'lmay qoldi. Bundan ortiq ne'mat bor. Kimdir farzand ko'rdi. Kimnidir farzand ko'rmayotganda ayoli homiladorligi haqidagi xabar keldi. Bundan ortiq ne'mat bor. Yana kimdir birodarlar ana shu ne'matdan tashqari endi kulfatda bo'ladi. Boshiga sinov va balolar kelib turgan bo'ladi. Farzand noqobil. Bilasizmi birodarlar, odamda hamma narsasi bor. Ishi zo'r, puli ko'p, uyi bor, qo'sha mashinasi bor, obro'si bor, bolalari ham ko'p. Lekin bitta o'g'li noqobil yoki bitta qizi noqobil bo'lsa bormi, bu odamga ko'ngliga hech narsa sig'maydi. O'sha bitta bolaning noqobil bo'lishi ota-ona uchun yetarli dard va musibat bo'ladi. Yomon xotindan yomoni yo'q. Do'st xiyonat qilishi mumkin, masalan, yo dardga chalinib qoldi. Covidga chalinib, o'pkasi 80% parajini deyapti. Bundan ortiq musibat bormi? Odam vahimaga tushib, o'ylanib, siqilib o'lib ketadi bu kasaldan. Masalan, shunday kulfatlar bo'lib turgan bo'lishi mumkin. Kimdir mashinasini urib oldi, kimdir qarzga botdi, kimnidir peshindan keyin sudga chaqirishgan, kimnidir uyiga mibdan odam kelgan, to'lovi puli yo'q. Bular kulfat. Yana 3-chi toifa hol. Bu toat. Hozir hammamiz ahli toatmiz, alhamdulillah. Toatmiz, lekin ahli toat nima qilish kerakligini davomida aytib o'tamiz. 4-inchisi esa ma'siyat, ahli ma'siyat. Gunoh holat. Birov ichib yuribdi, birov o'qib yuribdi, birov bo'qib yuribdi, birov namoz o'qiydi, ro'za tutadi, ichi hasadga to'lib ketgan. Birov bu masala. Demak, 4 ta holat ekan. Ne'mat, kulfat, toat, ma'siyat. 5-inchisi yo'q. Hammamiz ana shu 4 ta holdan birida bo'lamiz. 5-inchisi yo'q ekan. Lekin dedilar Alloma Shayx hazratlari, Abul Abbos Mavsi, ne'matda bo'lganingda uning muqtazoyi holi bor. Ne'matdagi odamning muqtazoyi holi degani undan talab qilinadigan narsa, u doim shukrda bo'lmoqi kerak. Ne'matga shukr qilmoqi kerak. Har kuni ertalab uyg'onganingizda tanimiz sog', uyimiz tinch, nonushtaga dasturxonimizda qaymoq va nonimiz bor, oila tinch, iymonimiz joyida, jonimiz joyida. Bu ne'mat emasmi? Buning uchun shukr aytish kerak emasmi? Chunki ba'zi odamlar ertalab uyg'onganda ba'zi narsalardan ayrilgan bo'ladi. Kimdir jonidan ayrilgan bo'ladi, kimdir iymondan ayrilgan bo'ladi. Kimdir bolasidan, kimdir xotinidan, kimdir yeb turgan nondan ayrilgan bo'ladi. Shuning uchun ne'matdagi odam doim shukr aytmoqi lozim. Ikkinchisi esa kulfatdagi odam. Doim buning muqtazoyi holi sabr etmoqi lozim. Zero sabrdan boshqa nima iloji ham bor? Sabr qilib mo'minning afzaliyati musibatdan sabr savob qozonadi. Ha birodarlar, musibat yetib turibdi, sabr qilib savob qozona olasiz. Undan keyingisi toat. Toat ahlining muqtazoyi holi toatni ixlos qilamiz. Ixlossiz o'qilgan namoz ham, ro'za ham qabul bo'lmaydi. Ixlossiz sadaqa ham qabul bo'lmaydi.
To'rtinchisi esa ma'siyat ahlining muqtazoi holi doim tavba tasarruf qilmog'i, istig'for aytmog'idir. Mana shu gaplarni aytganlaridan keyin endi qandaysan devdilar hazrat. Men o'zimni taftish qildimda shuni sezdim va aytdimki, hazrat, go'yoki haligi muammolarim bir kiyim bo'ldi-yu, men uni yechib tashlaganday qutuldim dedim va xayrlashdik. Endi men u kishini yaxshi ko'rar, u kishining shogirdiga aylangan edim. Oradan ko'p o'tmasdan yana ko'rishdik. U zot mendan hol so'radilar. Men aytdimki, ey hazrat, nafsimni taftish qilyapman, nafsimda hasad yo'q, adovat yo'q, nafrat, bo'g'iz yo'q dedim. Mana shuni lozim tut dedilar. Ya'ni saqlab qol shu holingni, qalbning pokizaligini. Agar shuni lozim tutsang, ikki mazhabning imomi bo'lasan dedilar. Haqiqatan ham Ibn Atolloh Sakandari ikki mazhabning, shariat ham tariqatning imomi bo'lganlar. Bu kishini yuqoridagi o'sha Al-Hikam asarlarining qanday mashhur bo'lganligini yuqorida aytib o'tdik. Men Ibn Atolloh Sakandarining bu rivoyatini aytib berishimdan sabab, birodarlar, har xil holatlarni ko'ryapmiz. Mana hayit namozi o'qilmaydigan, kasal yuqmasin deb uyimizdan chiqolmaydigan holatlarni ham ko'ryapmiz. Xo'p, musulmon odam bunday hollarga tushishi ham bor ekan. Lekin nima qilmoq kerak? Bu holga faqat biz tushyapmizmi? Yo'q, bizdan oldingilar ham doim bu ahvolda yashagan. Inson borki hayotda yashaydi, birodarlar. Vatandoshimiz Imom Tirmiziy rahimahulloh mashhur sahoba Uqbat ibn Amir radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar. Qala Uqbah, sahoba aytayapti. Rasul alayhissalomga dedimki, "Man najatu?" Najot nimada deb so'radim. Sahobani bu savoldan ma'lum bo'lyaptiki, demak u sahoba ham nimadir, qaysidir bir muammoni yashayapti. Yoki sahobalarning boshiga bir sinov kelgan bo'lganki, bu savolni berdi. Najot nimada? Payg'ambar alayhissalomning javoblariga quloq soling. Rasulullohning bu javoblarini ulamolarimiz vabo vaqtida musulmon odamning manzilasi deb bayon qilganlar. Vabo vaqtida nima qilishimiz kerakligini mana shu hadis sharif nabaviy tavsiya o'laroq bizga tushuntiradi. Payg'ambar alayhissalom Uqbaga javob beryaptilar. Aslida butun ummatga bu javob. Birinchisi deyaptilarki, amsik alayka lisanak, tilingni tiyasan dedilar. Wal yas'aka baytuk, lug'atma-lug'at tarjima qilsak, agar uying keng bo'lsin degani. Ya'ni buning murod ma'no bu yerda uyingda o'tir degan. Uyingdan huda behudaga chiqma degan. Karantin qil degan ya'ni. Uchinchisi esa vabki ala xatiatik, xatolaringga yig'la. Buning murodi esa tavba tazarruq qil degan. Mana shu 3 ta tavsiya payg'ambar tavsiyasi. Va bu vaqtda biz buni qo'lladik, buni gapirdik. Nima uchun tilni tiy deyaptilar payg'ambarimiz? Chunki birodarlar, vaboning oddiy darddan farqi shu ekanki, dardlar shaxslarning boshiga keladi. Vabo butun insoniyatning, shaharlarning boshiga kelishi mumkin. Vabo nima uchun keladi? Gunohlar evaziga keladi. Bandalarni jazolash uchun, bandalarni ogohlantirish uchun, bandalarni tarbiyalash uchun keladi, yoki sinov uchun keladi, yoki imtihon uchun keladi. Imtihon bo'lgani uchun ham vabo vaqtida tilni tiyishimiz kerak ekan. Men buni boshida misol qilib aytdim. Men o'zim ham bu kasallikka chalinmasdan turib boshida aytardik. Boshida shunaqa bo'ldi, eslasangiz. Bo'lmagan gap bo'lsa kerak bu. Har kuni kasal chiqyapti deyapti-yu, tanishlardan chiqmayapti-ku der edik. Men ham shu gapni aytgandan keyin kasal bo'lganman. Ya'ni odam tildan topadi nima bo'lsa ham birodarlar. Va bu vaqtda tilni tiyish kerak ekan. Ya'ni behuda so'zlardan, so'kishlardan, haqoratdan, g'iybatdan va hokazo. Uyingda o'tir degan tushunarlik. Aralashma deyapti. O'zingni ihota qil, saqla. Xatolaringga yig'la degan tavba tazarruq qil degani. Ulamolar qoidasida aytadilarki, gunohlar evaziga kelgan balo tavba tazarruq bilan chiqib ketadi faqat deydi. Ya'ni vaboni ketkazadigan narsa aslida birodarlar bizning tavba tazarruqimiz bo'ladi. Bugun agar biz mana shu ko'zga ko'rinmayotgan
virusdan qo'rqqancha Allohdan qo'rqqanda edik bormi? Vabolar qolmagan jamiyatimiz jannatga o'xshagan bir jamiyat bo'lardi. Agar virusdan qo'rqqancha Allohdan qo'rqqanimizda. Shuning uchun mashoyixlarimiz aytadilarki, sizga bir xabar yetganda, masalan, PCR qog'ozingiz javobi chiqib keldi, sizda COVID bor degan xabar keldi. Yoki o'pkangizni yarmi qoplab olsa, inson nima qiladi shunda? Tushkunlikka tushib qoladi, qo'rqadi. Mana shu ikkalasi shaytondan. Tushkunlikka tushish va qo'rquv shaytondandir. Shayton nima istaydi? Shayton bizni Alloh subhanahu va taologa bog'lagan iymonimizni ayirishni istaydi. Biz Allohga iymon keltirib qanday bog'langanmiz? Aytganmizki, val qadari khayrihi va sharrihi minallohi ta'ala. Yaxshi qadar ham, yomon qadar ham Allohdan deganmiz. Masha Alloh kana va ma lam yasha lam yakun deganmiz. Nimaiki Alloh iroda qiladi bo'ladi. Nimaiki Alloh xohlamaydi bo'lmaydi deganmiz. To'g'rimi? Endi haligi xabarni eshitib, tushkunlikka tushib qo'rqqanimizda esa o'zimiz aytgan mana shu iymonimizga qarshi ish tutayotgan bo'lamiz. Bu shaytonning maqsadi. Bizni Alloh subhanahu va taologa iymonimizni uzish, xavotirga solish, qo'rquvga solish va o'sha orqali bizni yana ham chuqurroqqa botish. Bu tushkunlik va qo'rquv nima degani? Noaniqlik degani. Inson boshiga bu dard kelganda, ayniqsa nima uchun? Mana bu issiq va havo isiganda kasallik ko'payib ketdi. Yoki o'sha Zangiotagami, o'sha joylarga olib borib qo'yganda ko'pincha o'lim bo'ladi. Chunki o'sha joydagi aura, o'sha joyga borib iymoni susroq odam vahimaga tushib qolyapti. Atrofidagilar o'layotganligini ko'rib umidi uzilyapti. Alloh subhanahu va taologa emas, shaytonni ko'proq o'ylaydigan bo'lib qoladi. Ko'pincha bu narsa vahima, qo'rquv insonni halok qiladi. Shuning uchun mo'min musulmon banda doim tik tursin, e'tiqod yuzasidan. Alloh subhanahu va taoloni yozgani bo'ladi. Alloh taolo yozmagan bo'lsa, menga 40 yil qirg'in kelsa ham amon qolaman degan e'tiqod bor bizda. Mana shunday. Faqat bizdan talab qilinadigani shart sabablarni qilib qo'yish, birodarlar. Niqob taqyaptimi? Taqamiz. Ko'rishma deyaptimi? Ko'rishmaymiz. Masofami? Masofa. Ozgina haroratimiz isib, yo'talib turgan bo'lsak, masjidga chiqmay turaylik, ko'pchilikka qo'shilmay turaylik. Axir sarimsoq, piyoz yegan odam masjidga chiqmasin deganlar payg'ambar alayhisalom. Sarimsoq, piyozingizdan kimga zarar? Yoningizdagi birodaringizni dilini xira qiladi, farishtani quvadi. Farishta bizdan keladigan badbo'y hiddan qochadi. Terlab ketib namozga chiqmang, birodarlar. Sasigan paypoq bilan masjidga kirmang, birodarlar. Shayton farishtani qochirasiz. Sarimsoq yegan odam kimga zarar qiladi? Farishtani quvadi. Ammo kasallanib turib, boshqalarga kasallik tarqatish xavfi bor odamning darajasi xavfliroq. U odam o'zini ihota qilish kerak. Boshqalarni ham xavf ostiga qo'ymaslik kerak. Mana musulmon kishining madaniyati bu. Musulmon kishining manzilasi bu, birodarlar. Ya'ni e'tiqodingizda hech ham ikkilanmang. Sahobalar hayotdan, bir sahobani hayotdan kichkina ba'zi bir lavhani aytib bermoqchiman. Bu sahoba ikromning ismlari Ukkosha ibn Mihson radhiyallohu anhu bo'ladilar. Ukkosha ibn Mihson minas sabiqin minal muhajirin. Islomga birinchi kirganlardan, muhojirlardan. Payg'ambar alayhisalom bilan hamma ma'rakalarda qatnashgan, janglarda. Badrda ham, Uhudda ham, Xandaqda ham, boshqasida ham qatnashgan. Payg'ambar alayhisalom Rafiqul A'loga intiqol qilganlarida 44 yoshda bo'lganlar. Bir yil o'tib Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning xalifalik vaqtlarida ridda urushlarida haligi kazzob payg'ambar, yolg'onchi o'zini payg'ambar degan Tuvayla va ukasi Salamalarga qarshi jangda shahid bo'lganlar. Mana shu sahobaning Badrdagi bir holati bor, birodarlar. Hamma siyar tarix ulamolari buni keltiradi. Badrda ashaddiy jang qizigan mahalda Ukkoshaning qo'lidagi qilich sinib qoladi. Shunda umid ilinjida Rasulullohga shunday qaraydi. Qilich sindi, quroli yo'q. Qarshisida kuffar chopayapti. Musulmonlar ozchilik, kuffar ko'pchilik. Umid bilan Rasulullohga qaraydi.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir xurmo shoxini olib, "Ma" dedilar, "Ol buni" dedilar. Xurmo shoxi xipchin. Ukkoshi qo'liga oldi va kuffarga qarab sapchidi, siltadi. Hech ikkilanmadi. Xipchin bilan qilich ko'targan dushmanga chopiladi. Shunda deydilar, Ukkoshani qo'lidagi xipchin mustahkam yaltiragan oq temirlik qilichga aylandi. Yarqiragan qilichga aylandi. Jangni oxirigacha urushdi. Ukkosha butun umri davomida payg'ambar alayhissalom bilan ham bu zotdan keyingi qatnashgan janglarda hammasida mana shu qilich bilan jang qildi. U qilichning ismini As-Sayful Jalal yoki As-Sayful Aun deganlar. Yordam qilichi deb nomlaganlar. Hamma sahoba bunga guvoh bo'lgan. Lekin birorta sahoba ajablanmayapti. Shoh bir xipchin qilich bo'ldi demayapti. Nimaga? Bu Rasulullohning mo'jizalari. Chunki sahobalar Rasulullohning o'zlarini ko'rib turdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va alihi va sallamning o'zlaridan ortiq mo'jiza bormidi? Qolgan hamma haligi yo'lni fanarda yoritish, o'lgan odamning gapirishi, xipchinning qilichga aylanishi, zahar ichgan Xolid ibn Validning o'lmay qolishi, bularning hammasi qishda uzum yeyotgan sahoba, asrdagi sahoba, bularning hammasi kichkina mo'jizalar edi ular uchun. Ukkosha ana shu Sayful Aun bilan, yordam qilich bilan, hatto o'sha yolg'onchi payg'ambarga Buzaha jangida jang qilayotganda ham qo'lda shu edi. O'sha edi. Xolid ibn Valid Ridda urushi Abu Bakr davrlarida. O'sha yolg'onchi payg'ambar Tuvaylaha va uning ukasi Salamaga qarshi Ukkosha bilan sahobalardan Sobit ibn Ahtamni birga yuboradi, jang qiladi. Salama yolg'onchi payg'ambar ukasi Sobit ibn Ahtamni qatl qiladi. Shunda akasi qichqiradi, "Kim menga yordam ber, bu meni o'ldiradi." Ikkovlashib Ukkosha ibn Mihson radhiyallohu anhu ni ham shahid qilishadi. Hazrat Xolid ibn Valid yetib kelganda dushmanlarni yengib asir olib jang maydonini qarab yurganda avval Sobitni, so'ngra Ukkoshaning jasadlarini topishadi. Butun jarohatlarga to'lgan edi Ukkosha. So'ngra kiyimlari bilan, qonlari bilan ikkovlarini bir joyga dafn qiladi. Sobit bilan Ukkoshani. Ukkoshaning bu shahidlik sharobini siqqorishiga bo'lgan hadisi nima edi? Imom Muslim rivoyat qiladilar. Imom Daraqutni ham keltirgan bu hadisni. Bir qancha roviylardan, xususan Ukkoshaning singlisi Ummu Qays bint Mihsondan rivoyat qilinadi. Madinada Jannatul Baqiyning yonida turganimizda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Mana bu qabristondan, Jannatul Baqiydan chiqqan mu'minlardan 70 mingga hisobsiz jannatga kiradi" dedilar. 70 ming dedilar. Shunda akam Ukkosha o'rnidan turdi-da: "Ya Nabiyalloh, udulloh ay yaj'alani minhum." Ey Allohning payg'ambari, menga ham duo qiling, men shulardan bo'lay degan edi. Payg'ambar alayhisalom anta minhum dedilar. Sen ulardansan dedilar. Shunda yana bir odam turdi. Ya Nabiyalloh, udulloh ay yaj'alani minhum. Ey Allohning payg'ambari, men duo qiling, men ham shulardan bo'lay dedi. Sabaqaka biha Ukkosha dedilar payg'ambar alayhisalom. Ukkosha sendan o'zib ketdi dedilar. Nima uchun? 70 mingga hisobsiz joy topilgan jannatdan bir kishiga topildi, Ukkoshaga. Yana bir kishiga ham topilmaydimi Allohning marhamatida? Topiladi. Ammo deydilar ulamolar, ikkinchi odam munofiq edi. Rasululloh uni bilardilar, munofiqin, lekin aytmas edilar munofiq deb. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi vasallam musulmon ummati so'ragan har bir so'rovga ha deb javob berganlar. Kim nima so'ragan bo'lsa yo'q demaganlar. O'zlarida bo'lmasa sahobalardan olib berganlar. Tugab qolgan bo'lsa keyin beraman deganlar, lekin yo'q demaganlar. Ammo bu so'ragan odamga yo'q demasdan chiroyli qilib javob beryaptilar. Payg'ambar alayhisolamning axloqlari, odoblari, javomiul kalim ekanlari, sabaqaka biha Ukkosha. Ukkosha sendan o'zib ketdi deyishlari. Ya'ni o'zi bitta joy bor edi, Ukkosha uni band qildi-da degan ma'noda unga javob beradilar. Ana shu xabarni eshitgan Ukkosha nimaga oshiqdi? Jannatga hisobsiz kim kiradi, birodarlar? Shahidi a'lo kiradi. Shahidi a'lo bo'lishlikni istadi, xohladi, Allohdan so'radi va unga intildi.
Hijriy 12-yilda Ridda urushida, Buzoha jangida Alloh taolo Ukkoshaga bu nasibani nasib qildi. Shahidlikni nasib qildi. Yana kimdan? Musulmondan emas, balkim kuffardan. Payg'ambarlikni da'vo qilayotgan bu kuffardan shahidlik sharobini Ukkosha ibn Mihson ichadilar. Mana shu sahobani voqeasini keltirdim, haligi cho'pning qilichga aylanish voqeasi. Mana shu yerda birodarlar, Ukkosha ibn Mihson zarra ikkilanmaganlari bizga bugun ibrat sifatida bo'lsin deyapman. Zarra ikkilanmadi. Qo'lingizga cho'p beryaptilar-da, bu qilich bo'ladi, chop desa, siz qanchalik bunga ishona olasiz? Sahobalarning payg'ambar alayhissalomga e'tiqodi, ehtimomi, ehtishomi shunday edi. Muhabbatlari shunday edi. Agar Ukkosha ikkilanganda edi, bu cho'pku bu qilishga aylanishi aqldan yiroqku deganda, payg'ambar alayhissalom bitta mo'jizasi sodir bo'lmagan bo'lardi. Bunga dalil sifatida Imom Tirmiziyning Shamoil Muhammadiyasidan bir voqeani keltiraman. Mana shu gapga dalil sifatida. Ummul Mu'minin Sayyida Oysha onamizdan rivoyat qilinadi. Sahobalardan birlari payg'ambar alayhissalomni qo'y so'yib mehmon qiladilar. Payg'ambar alayhissalom qo'yning qo'lini yaxshi ko'radi degan gap sahobalar tarqaladi. Yosh qo'yning qo'lini yaxshi ko'radilar degan gap. Bir qo'lni pishirib berdilar, payg'ambar alayhissalom yedilar. Yana bir qo'lni pishirdilar, yana yedilar. Shunda Rasululloh so'radilar, yana qo'l uzat dedilar. Haligi sahoba, ya Rasululloh, bir qo'yda nechta qo'l bo'ladi? Ikkita qo'l bo'ladi, yedingiz uni. Sizga uzatdim, boshqa qo'l yo'q deganlar. Shunda payg'ambar alayhissalom indamay uzatganingda edi deganlar. Roviylar bu hadisni o'rganishib, shu yerda Rasulullohning bitta mo'jizasi sodir bo'lmoqchi edi. Ammo sahobaning ikkilanishi bilan bu narsa to'xtadi. Ammo hadisga sharh berib aytadilarki, payg'ambar alayhissalom hech qachon bir taomni boshqa taomdan farqli yaxshi ko'rmaganlar. Yosh qo'yning qo'lini afzal ko'rganlari u tezroq pishadi. Qorinlarining hojatini tezroq chiqarib, to'yib, ovqatlanib olib, payg'ambarlik vazifalariga tezroq kirishish uchun payg'ambar alayhissalom qo'yning qo'liga ko'proq talabgor bo'lardilar deydilar Imom Tirmiziy rahimahulloh. Mana shunday birodarlar. Demoqchimanki azizlarim, har birimizning boshimizda Ukkoshaga tushgan ishlar tushishi mumkin. Ya'ni bizdan keskin muhabbatli qaror kutiladigan onlar, iymonimizga taalluqli, e'tiqodimizga oid ishlarda aslo va aslo ikkilanmang. Aslo va aslo tushkunlikka tushmang. Robbul alamin hech qachon bandasiga yomonlik iroda qilmaydi. Ibn Rajab Hanbali rahimahullohning mashhur o'sha Latoiful Ma'rifning sohiblari Ibn Rajab Hanbali aytadilarki, "Laulal balaya lavaratna fi yawmil qiyamati mafalis." Agar balolar bo'lmaganda edi, qiyomat kuni qashshoq bo'lib kelardi deganlar. Nima demoqchilar bu gaplar bilan? Ya'ni birodarlar, namozlarimiz, ro'zamiz, nazr niyozlarimiz agar Robbimizning bizga marhamatiga qarshi qo'yadigan bo'lsak, u lutf va marhamatning qarshisida bu ibodatlarimiz yo'qdek bo'lib ketadi. Yo'qdek bo'lib ketadi. Qiyomat kuni taroziga tortilayotganda. Alloh taolo esa bandasini azoblashni xohlamaydi. Shuning uchun bandasiga tavba eshigini ikki tomondan ochib qo'ydi. Xususiy va umumiy. Umumiysi qiyomat qoyim bo'lganda yopiladi. Xususiysi jon g'arg'araga kelganda yopiladi. Shungacha tavbangiz qabul bo'ladi birodarlar. Ammo bandasi buni istamayapti. Gunohga sho'ng'iyapti. Gunohni qayta-qayta qilyapti. Hatto gunohda suzayapti u. Ya'ni gunohni ko'p qilyapti. Ana undan keyin Robbul alamin nima qilsin birodarlar? Robbul alamin keyin sizga balo yuboradi, musibat beradi, dard beradi. Nima uchun? Gunohlarimizni yuvish uchun. Bizni tozalash uchun. Bizni bir solih bir darajaga, pokiza bir darajaga chiqarish uchun. Yoki bizga qimmatli bir tajriba berish uchun. Har doim kelgan dardni, musibatni mana shunday qarshilaylik. Kecha men o'tgan kuni Samarqand sari kelyapman, yo'lda doktor bir amakamiz, o'zlari professor, telefon qilyaptilarki, ketayotgan ekansiz, bir gap tayinlamoqchiman dedilar. Nima tayinlaysiz? Borgan joyingizda odamlarga gapiring. Bu kasallikning sababi nafsga ham bog'liq. Nima uchun kasallik ko'paydi hozir? Har kuni mingta chiqyapti. Sababi havo isib ketdi deyaptilar. Anomal issiq bo'ldi.
Hamma o'zini terlab issiqdan konditsionerga uryapti. Xolodilnikdagi suvga, xolodilnikdagi tarvuzga, xolodilnikdagi qovunga uryapti. Muzdek suv ichyapmiz. Agar nafsimizda tiyib muzdek emas, havo temperaturasida ichsak edi, yesak edi o'sha suvlarni, kasal bo'lmasdik. Ozgina tomoq og'risa, birodarlar, ozgina shamollasa, Covid chiqyapti uning tahlilidan. Shuning uchun nafsni tiyish, nafsni jilovlash hamma vaqt bizga foyda bo'ladi. Shuni ayting odamlarga, o'zlarini jonlarini saqlasinlar deyapti. Insonning joni hamma narsadan qimmat turadi. Bir oz lahzalik lazzat deb hayotimizni xatarga qo'ymaylik degan gapni tayinlaydilar. Men omonat sifatida bu gapni aytdim, birodarlar. O'zimizni ehtiyot qilaylik, Alloh bizni saqlaydi, birodarlar. Bizni saqlasinki, qiladigan ishimiz ko'p. Toat ibodatimiz ko'p, nazr niyozimiz ko'p, xayrotimiz ko'p. Robbul alamin o'zi qabul aylasin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Wa sallallohu va sallama ala sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ighfir lana wa taqabbal minna innaka ant as-sami'ul alim. Parvardigori egam, o'zingga iltijolar ila duolar qilamiz, ya Robbi, qabul ayla. Biz gunohkor va ojiz bandalaringni avf et, ya Rahman Rohimin. Bizdan mutavaffa o'tgan ota-onalarimiz, ustozlarimiz, do'stlarimiz, barcha azizlarimizni avf ayla, ya Robbil alamin. Zurriyotlarimizdan, ahllarimizdan ko'z quvonchlarini ato et bizga, ya Robbi. O'zimizni taqvodorlarga imomlardan qil, ya'ni taqvodorlarga peshvolardan ayla. Ya Robbi, o'zingga muxlis bu jamoatni o'zing muhofaza qil. Har birlarini, yoshi ulug' otaxonlarimizni, yoshlarimizni, ukalarimizni o'zing hifz-i himoyangda asra. Ya Robbi, jumla bemorlarning dardlariga shifoi komil va ojil bergin. Ya Robbi, o'zing lutfing va marhamating ila bizlarga rahm qil. Bu vaboni o'zing ko'targin. Bizga Makkatullohning yo'llarini, Ravza-i Sharifning yo'llarini, Aqsoning yo'llarini ochgin, bizga ofiyat ber. Ya Robbi, bu muxlis jamoa o'zingga amin deb duoga qo'l ochyapti. Ya Robbi, ulardan o'zing rozi bo'l. Duolarni tez qabul bo'ladigan duolardan ayla. Ya Robbi, imom domlamiz, bu yerda ularning yordamchilari, mutavalliylar, masjidning jonkuyarlari, qavmi, hammamiz bu yerda jam bo'ldik. O'zingdan umid qilyapmiz. Parvardigor olam, senga iymon keltirganmiz. Sengagina suyanamiz va sendangina yordam so'raymiz. Nasrun minalloh va fathun qarib va bashiril mu'minin. Ya Robb, bizga doim yor va yordamchimiz bo'l. Ya Robb, oqibatlarimizni va xayr, iymonimizni salomat qil. Ya Robb, mamlakatimizni gullatib yashnat. Xalqimizni muxlis qil. Iqtisodini ziyoda, ixlosini go'zal qil. Ya Robbi, dinimizni quvvatli qil, musulmonlarga zafarni yor ayla. Ya Robbi, yoshlarimiz o'qishga kiraman deb imtihon topshiryaptilar, tayyorgarlik ko'ryaptilar. Hech bir bandangni umidsiz qoldirma. Va sallallohu va sallama ala sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar